2020-yilda koronavirus epidemiyasi avj oldi. O'sha paytda Xitoy qashshoqlikka barham berish bo'yicha hal qiluvchi bosqichga kirgan edi. Bu kurashda faqat g'alaba qozonish mumkin edi. Mag'lubiyatga o'rin yo'q edi. Biroq Xitoy bu qadar ko'plab sinov va chaqiriqlarga qanday javob bera oldi? 21-aprel kuni bosh kotib ob-havoning noqulay bo'lishiga qaramay, o'ta qashshoq hududlar joylashgan Sanbashan shahriga tashrif buyurdi. Aholini ko'chirish ishlari hamda tarmoqlarni rivojlantirish jarayonini ko'zdan kechirish maqsadida Si Zinpin viloyat, shahar, tuman va qishloq rahbarlari bilan birgalikda choy plantatsiyasiga bordi. Ushbu surat internetda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Umid qilamanki, choy sizlarning iqtisodiyotlaringizni rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga u sizlarni kambag'allikdan farovonlikka olib chiqadi. Qashshoqlikka qarshi murakkab va shiddatli kurash sharoitida Xitoy puxta va mustahkam tashkiliy tizimni shakllantirdi. Si Zinpin boshchiligidagi butun partiya kambag'allikka qarshi qat'iy kurash olib borish uchun safarbar etildi. Uchinchi qism. Ishonib topshirilgan missiya. ...2015-yil kuzi. Pekin. Jingxi mehmonxonasida kambag'al hududlarni rivojlantirishga ko'maklashish masalalariga bag'ishlangan markaziy ishchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda qashshoqlikka qarshi kurashni qat'iy jadallashtirish zarurligi ta'kidlandi. 2020-yilda qashshoqlikka barham berish bo'yicha hal qiluvchi kurash epidemiyaning oldini olish va uni nazorat qilish vazifalari bilan bir vaqtda kechayotgan o'ta muhim pallada Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi 18-syezdan buyon qashshoqlikka qarshi kurash masalalariga bag'ishlangan eng yirik yig'ilishni o'tkazdi. Unda bosh kotib yana bir bor shunday ta'kidladi: kambag'allikka qarshi kurash qanchalik chuqurlashsa, partiya rahbarligini shunchalik mustahkamlashimiz zarur. Все остальные горы кажутся маленькими. Ushbu og'ir va mas'uliyatli kurash davomida bosh kotib mamlakatdagi 14 ta o'ta qashshoq hududni shaxsan borib ko'zdan kechirdi. Uning oyoqlari loyga belangan bo'lsa ham, qalbi esa xalqqa nisbatan samimiy mehr va chuqur g'amxo'rlik tuyg'ulariga to'la edi. Birgalikda yuksalamiz. U qashshoqlikka qarshi kurashga bag'ishlangan 7 ta ushbu mavzuga qaratilgan simpoziumga raislik qildi. Har bir simpozium o'sha davrda mavjud bo'lgan hal etilmagan ziddiyatlar va muammolarni ochib berishga qaratilgan edi. Xitoy Kommunistik partiyasining 18-syezdidan so'ng Si Zinpin xalq markazda tamoyiliga qat'iy amal qildi. Kambag'allikka barham berishni davlat boshqaruvining ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilab, qashshoqlikka qarshi kurash sohasida nazariy, amaliy va institutsional innovatsiyalarni izchil rivojlantirdi. Natijada partiyaning strategik rejalashtirish salohiyati, jamiyatni safarbar etish imkoniyatlari, tashkiliy muvofiqlashtirish qobiliyati hamda sotsializmning asosiy vazifalarini amalga oshirish uchun kuch va resurslar jamlay olishdagi ustunligi to'liq namoyon bo'ldi. ...2018-yilning ilk bahorida qashshoqlikka qarshi hal qiluvchi kurashni 2020-yilda muvaffaqiyatli yakunlashga oz qolgan edi. Mamlakatda hanuz 30 milliondan ortiq kambag'al aholi yashar, bu esa keyingi 3 yil davomida har yili qariyb 10 million kishini qashshoqlikdan chiqarish zarurligini anglatardi. Bunday sharoitda kurashni qanday davom ettirish kerak? Shu munosabat bilan Sichuan provinsiyasining Chengdu shahrida yig'ilish chaqirildi. Unda qashshoqlikka qarshi kurash borasidagi tajribalar sarhisob qilinib, mavjud muammolar tahlil etildi hamda kelgusidagi strategiyalar muhokama qilindi. Sizlarda osteoartropatiya bilan kasallanganlar hali ham ko'pmi? Hozir ularning soni 14 ming nafargacha kamaygan. Chamdo shahrida bu muammoni aholini ko'chirish orqali hal etmoqdamiz. Minmetals korporatsiyasi sizlarga qanday loyihalarni taqdim etdi? Qishloqda tibbiyot punktini qurish loyihasini,
Ichimlik suvi bilan bog'liq muammo hal etildimi? Ha, hal etildi. Endilikda hududning barcha joylariga ichimlik suvi tarmog'i tortilgan. Kambag'allikka qarshi kurash boshlangandan so'ng asosiy vazifa yuqori lavozimni egallagan amaldorlarga o'tdi. Agar barcha qatlam bir maqsadga intilib ish yuritsa, g'alaba kafolatlangan bo'ladi. 2015-yil noyabr oyida kambag'al hududlarni rivojlantirishga ko'maklashish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda partiya va ma'muriy organlarning asosiy rahbarlari markaziy hukumat oldida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mas'uliyat deklaratsiyasini imzoladilar. 2016-2020 yillar davomida kambag'allikni qisqartirish va hududlarni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar samaradorligi har yili muntazam ravishda baholab borildi. Yang Guangfu tug'ilganidan so'ng uning onasi shaharga qochib ketdi. Otasi esa kasallikdan vafot etdi. Bola uchun yagona g'amxo'r uning buvisi edi. Guizhou Xitoyning tekisliklari mavjud bo'lmagan yagona hududi. Hududda toshloq yerlar ko'p bo'lgani sababli sholini faqat qoyalar orasida yoriqlarga ekish mumkin edi. Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlashga qaramay, kambag'allar soni yildan yilga kamaymas edi. Guizhou provinsiyasining 88 ta ma'muriy okrugi tarkibida 66 ta kambag'al tuman mavjud edi. Har dushanba kuni buvisi Yang Guangfuni maktabga kuzatib qo'yardi. So'ng esa tog'lar oralab yolg'iz o'zi uyiga qaytardi. Uzoq masofani bosib o'tish uchun 6 soat vaqt sarflanardi. Yo'lning yarmiga yetganda Yang Guangfu charchab qolardi va maktabga borishni istamasdi ham. Uning uchun ta'limning ahamiyati hali unchalik katta emas edi. U yaqin orada o'z taqdiri xuddi tog'li hududlarda yashovchi ko'plab kambag'al odamlar taqdiri kabi butunlay o'zgarishini hali bilmas edi. Aholini og'ir sharoitdagi hududlardan yashash va rivojlanish uchun qulayroq joylarga ko'chirish kambag'allikka qarshi kurash dasturining eng murakkab yo'nalishlaridan biri hisoblanardi. Faqat partiya rahbarligi ostida hamda partiya qo'mitalari kotiblarining hamjihat va muvofiqlashtirilgan faoliyati orqali yagona rejalashtirish tizimining samaradorligini to'liq namoyon etish mumkin edi. 100% sa'y-harakatlarimiz tufayli kambag'allikka barham berish vazifasi o'z vaqtida va yuksak sifat bilan yakunlanishi ta'minlandi. Ta'lim, bazaviy tibbiy xizmat, uy-joy hamda xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlash masalalari to'liq hal etildi. Qolgan barcha kambag'al aholi qashshoqlikdan chiqarish uchun belgilangan mezonlarga erishdi. Kambag'allikka barham berish bo'yicha belgilangan vazifalarning bajarilmasligi kambag'allikka qarshi kurashning umumiy natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Guizhou provinsiyasi partiya qo'mitasi kambag'al aholini ko'chirishdan boshlab barqaror hayotni ta'minlashgacha bo'lgan kompleks siyosatni belgiladi hamda shahar va tumanlar ushbu chora-tadbirlarni izchil amalga oshirishi uchun mablag'larni viloyat darajasida markazlashgan holda jalb etishga qaror qildi. 2016-2020 yillar davomida Guizhou provinsiyasi kambag'allikka qarshi kurash doirasida aholini ko'chirish dasturi uchun jami 112 milliard 800 million yuan mablag' yig'ildi. Bu ko'rsatkich 2016-yilda provinsiya byudjeti daromadlarining qariyb yarmiga teng edi. Ertalab soat taxminan 6larda Banyan posyolkasining Huiziyuan hududi partiyasi kotibi Han Jun 4-marta Yang Guangfuning uyiga tashrif buyurdi. Bu uyni sizlar uchun davlat qurib berdi. Endi sizlarni ko'chib o'tish kutmoqda. Vaqtingiz bo'lsa, borib ko'rib keling. Hali u yerga hech kim ko'chib o'tmagan-ku. Unda borib nimani ko'ramiz? Hozircha u yerga ko'chib o'tishning ma'nosi yo'q. Qanday qilib?
Qanchalik xaroba bo'lmasin, kulbang baribir o'z uying hisoblanadi. Ularning nigohida dunyo rang-barang, yorqin va hali kashf etilmagan imkoniyatlarga to'la. Inson qanchalik kambag'al bo'lsa, noma'lum kelajak oldida shunchalik ko'proq ikkilanish va xavotirni his qiladi. Rivojlangan hududlarga ko'chirish ixtiyoriylik tamoyili asosida amalga oshiriladi. Xo'sh, odamlarning ichki shubhalarini qanday bartaraf etish, ularga qashshoqlik kishanlarini o'z kuchi bilan uzib tashlashga hamda o'zlari, farzandlari va nabiralar uchun yangi, farovon hayot boshlashiga qanday yordam berish mumkin? Sinyi shahri Jiangxinang Buimiao avtonom okrugining ma'muriy markazi. 2016-yil oxirida Sinyi shahar partiya qo'mitasi kotibi Xu Fen boshqa tumanlardan ko'chirib keltiriladigan aholini joylashtirish uchun ko'chirish punktlari qurishga 28 gektar yer ajratish vazifasini oldi. Biroq o'sha paytda Jiangxinang okrugida maydoni 35 gektardan ortiq bo'lgan tekis yer uchastkalari atigi 106 tani tashkil etardi. Biz bu yer maydonini ular uchun ajratdik. Dastlab buni berishga ko'nglimiz bo'lmadi. Rostini aytsam, bu uchastkani sotib, undan daromad olishni rejalashtirgan edik. Guizhou provinsiyasi urbanizatsiyalashgan ko'chirish siyosatiga amal qilardi. Bunda ko'chirish hududlari to'liq infratuzilmaga ega va ish bilan ta'minlash imkoniyatlari keng bo'lgan yer maydonlarida barpo etilishi lozim edi. Ko'plab tuman va hududlarda buning uchun zarur sharoit mavjud bo'lmagani sababli boshqa joylardan yer ajratishga to'g'ri kelardi. Qimmatbaho yer maydonlari boshqa tumanlardan ko'chirib keltirilayotgan aholi uchun ajratilganda mahalliy aholining noroziligi va qarshiligi yuzaga kelishi tabiiy edi. Provinsiyamizdagi 1,880,000 aholining 230,000 nafari boshqa hududlarga ko'chirildi. Agar okrug va shaharlar partiya qo'mitalari kotiblari o'zaro hamkorlik qilmasalar, ishlarni muvofiqlashtirishning imkoni bo'lmaydi. Jiangxinang hududidan 338,500 nafar aholini ko'chirish rejalashtirilgan edi. Bu Guizhou provinsiyasida aholini ko'chirish bo'yicha eng yirik va eng mas'uliyatli vazifa yuklatilgan hudud hisoblanardi. 2017-yil avgust oyida Guizhou provinsiyasi partiya qo'mitasi katta ish tajribasiga ega bo'lgan Liu Wenshenni Jiangxinang Buimiao avtonom okrugi partiya qo'mitasi kotibi etib tayinladi. O'sha paytda Jiangxinang Buimiao avtonom okrugida qashshoqlikka barham berish vazifasi eng murakkab bosqichga kirgan edi. 2016-yilda ko'chirilgan 69,000 nafar aholini munosib joylashtirish va ish bilan ta'minlash zarur edi. Shu bilan birga 2017-yilda 110,000 nafar aholi uchun mo'ljallangan uy-joy qurilishi loyihalarini jadallashtirish, 2018-yilda yana 160,000 nafar aholini ko'chirish rejasini amalga oshirish hamda ko'chirilishi lozim bo'lgan ko'plab aholini tashkillashtirish va safarbar etish ishlari ham oldinda turardi. Vazifalar bir-birining ustiga qo'shilib borar. Shu sababli ko'plab mahalliy kadrlar bu ishlarni muvaffaqiyatli bajarishiga ishonch komil emas edi. Kambag'allikka barham berish bizning eng ustuvor siyosiy vazifamizdir. Uni yuzaki yoki loqaydlik bilan bajarib bo'lmaydi. Bu Liu Wenshen Jiangxinangga kelgandan keyin o'tkazgan birinchi kadrlar yig'ilishi edi. Barcha kadrlar okrug partiya qo'mitasi kotibi bu ishni shaxsan o'z nazoratiga olganini yaxshi biladi. Aslida biz nazorat byurosi hamda intizomni tekshirish komissiyasi tomonidan juda sinchkov nazorat qilinamiz. Bu rostdan ham juda katta mas'uliyat va bosimni yuzaga keltiradi. Shu sababli hech kim hatto eng kichik hiyla-nayrang haqida o'ylashga ham, undan foydalanishga ham jur'at eta olmaydi. Butun okrug bo'ylab partiya a'zolari va kadrlar bir daqiqani ham boy bermay fidoyilik bilan mehnat qildilar. Yer resurslari cheklanganiga qaramay, Sinyi shahar hukumati okrug partiya qo'mitasi va hukumatning yagona rejalashtirishi hamda muvofiqlashtirishi asosida aholini ko'chirish uchun 16 ta turar joy majmuasini barpo etdi. Natijada 100,000 nafar aholi ko'chirildi. Ulardan 88,000 nafari boshqa kambag'al tumanlardan kelgan fuqarolar edi. Bu Jiangxinang televideniyasi mahalliy dasturidir. Har bir tuman amaldagi vaziyatdan kelib chiqib, okrug bilan maqsadli vazifalarni bajarish bo'yicha mas'uliyat xatini imzoladi hamda jamoatchilik nazoratini qabul qilishga omma oldida va'da berdi. Sexen tumanidagi Gaoluo ko'chirish majmuasida uy-joylarni topshirish ishlari 30-mayga qadar to'liq yakunlanadi. 30-mayga qadar ta'mirlash ishlarini yakunlashni kafolatlaymiz. Biror kishini ham e'tibordan chetda qoldirmagan holda aholini ko'chirish vazifasini to'liq bajaramiz. So'nggi 4 yil ichida Jiangxinang okrugida kambag'allikka qarshi kurashda lozim darajada ishlamaganligi sababli 100 nafardan ortiq kadr intizomiy jazoga tortildi yoki lavozimidan ozod etildi.
Jangovar bayroqni qabul qilib olgan ekanmiz. Zimmamizdagi muhim vazifani sharaf bilan ado etishimiz kerak. Jiangxinang Buimiao avtonom okrugi tashkiliy bo'limi rahbarining birinchi o'rinbosari Li Jianghun hal qiluvchi pallada tuman partiya qo'mitasi kotibi lavozimiga tayinlandi. U qisqa vaqt ichida ishlarini taqsimlab, atigi 10 kun ichida 60 nafar partiya xodimidan iborat tezkor ishchi guruhni shakllantirdi. Ular tuman xalq vakillari kengashi, moliya boshqarmasi, kasb uyushmalari federatsiyasi, targ'ibot bo'limi hamda qishloq xo'jaligi boshqarmasi xodimlari edi. Biroq o'sha davrda ularning barchasi yagona maqsad yo'lida aholiga kambag'allikka qarshi hal qiluvchi kurashda yordam berayotgan mas'ul kadrlar sifatida faoliyat yuritdilar. Senye shahrida sharoitlar juda yaxshi. Bolalaringiz sifatli ta'lim olishi uchun yaxshi maktablar mavjud. Biz shunchaki ta'lim haqida emas, balki uning sifati haqida gapiryapmiz. Bugun qabul qiladigan qaroringiz farzandlaringiz kelajagini belgilaydi. Yo'llar yaxshi, ichimlik suvi va elektr ta'minoti ham muammosiz. Hammasi yaxshi-ku, uyimiz shu yerda. Bolalar bog'chasi ham, maktab ham, shifoxona ham yaqin. Unda nega biz ko'chishimiz kerak? Sabzavotni ham sotib olish kerak bo'ladi. Hojatxonadan foydalanish uchun ham pul to'lanadi. Shaharga ko'chsangiz pul topa olmaymiz, tirikchilik qila olmaymiz deb xavotir olyapsizmi? Ota-onangiz keksaygan, farzandlaringiz esa hali kichik. Qolaversa, kasalligingiz sababli og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullana olmaysiz. Sizlar uchun birinchi qavatdan joy ajratamiz va u yerda savdo shoxobchasi ochishingizga yordam beramiz. Turmush o'rtog'ingiz ham ish bilan ta'minlanadi. Siz esa oyiga 3000 yuan maoshli ish topishingiz mumkin. Men bu ko'chirish dasturida ishtirok etishdan voz kechishga qaror qildim. Qizingiz 18 yoshga to'lganda, hukumat ota-onasiga yaxshiroq hayot kechirish uchun imkoniyat yaratganini biladi. Ammo sizlar o'jarligingiz sababli bu imkoniyatdan foydalanmaganingizni ham tushunadi. Balki u buni yuzingizga aytmas yoki sizdan xafa bo'lmas, ammo hech bo'lmaganda bundan afsuslanadi. Yaxshi ta'lim muhiti tufayli qizingiz sifatli bilim oladi. Faqat shundagina oilangizning kelajagi yanada farovon bo'ladi. Ko'nglini yengib, uyalishni chetga surib, har bir masalani sabr bilan va batafsil tushuntirib, mashaqqatdan charchamay, oyoqlari toliqib ketguncha mehnat qilgan fidoyi kadrlarning sa'y-harakatlari tufayli oddiy xalqning hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish mumkin bo'ldi. O'tgan safar shu yo'lda oyog'imni qayrab olgandim. Qinglun tumanidagi Xianbao posyolkasida 5800 nafar aholi istiqomat qilardi. Bu butun mamlakat bo'yicha aholi to'liq ko'chirib o'tkazilgan yagona posyolka edi. 3 yil davomida partiya kadrlari har bir oilaga birma-bir borib, ular bilan suhbatlashdi. Kelinglar borib ko'raylik. Bolalar posyolkadan tashqarida o'qishga majbur. Buni o'zgartirish mumkinmi? Hukumatingiz bunga qodirmi? Men tuman partiya qo'mitasining kotibiman. Men bildirayotgan fikr tumanning rasmiy pozitsiyasidir. Iltimos, buni inobatga oling. Bu kishi posyolka partiya qo'mitasining kotibi. U posyolka nomidan gapiryapti. Bu esa qishloq partiya yetakchisining vakili. Mana bu kishi esa provinsiyamiz partiya qo'mitasining birinchi kotibi. Ularning aytadigan gaplariga quloq tuting. Ular bu yerga partiya nomidan barcha bilan tushuntirish ishlarini olib borish uchun kelishgan. Men ko'chishga qaror qildim, ammo oxir oqibat yana Tsilunga qaytishni xohlayman. Ular uchun bu hayotlaridagi eng quvonchli on edi. Taqdirning barcha sinovlari, boshdan kechirgan mashaqqat va qiyinchiliklari aynan shu lahzada chinakam baxtga aylandi. Menda muvaffaqiyat hissi paydo bo'ldi. Barcha mehnatlarimiz bunga arziydi. Bu bizning siyosatimiz va olib borgan ishlarimiz xalq tomonidan e'tirof etilganini anglatadi. Go'yo orzuyim ushalgandek, quvonchimdan kulgim keladi. Bu jarayonda ayrim kadrlar saralanib ketdi va ularning o'rnini munosib insonlar egalladi. Partiyada sadoqatli, xalq uchun xizmat qilishni istaydigan, ishlashga qodir, aniq natijalarga erisha oladigan hamda butun qalbi bilan oddiy xalqqa xizmat qiladigan fidoyi kadrlar maydonga chiqdi.
yangi uyga ko'chib o'tish. (2018-iyun oyida Yang Guanfu buvisi bilan birga Lodian tumanining Banyan posyolkasiga ko'chib o'tdi. Sen yaxshi o'qishing kerak. Bu chorakdagi baholaring bilan meni xursand qilarsan. Men eplolmayman. O'zingga ishonishing kerak. Hamma senga yordam beradi. Buvi, xayr. Biz maktabga ketdik. Ilgari o'qishni xohlamagan Yang Guanfu endi maktabga borishni sevib qoldi. Ko'chib o'tish va ta'lim olish imkoniyati tufayli u avloddan avlodga davom etib kelgan qashshoqlik zanjirini uzdi hamda yangi, yanada farovon hayot sari qadam qo'ydi. Hunang provinsiyasidagi Huayuan tumani Ulin tog'lari hududidagi o'ta qashshoq tumanlardan biridir. Qishloq hududining 3/2 qismini kambag'al qishloqlar tashkil etadi. Shibadun ana shunday qishloqlardan biridir. Qashshoqlik go'yo qorong'i tun kabi bu tog' yonbag'irlarini o'z qariga olgan edi. 2013-yil mart oyida meni boshqa tumandan Huayuan tumaniga partiya qo'mitasi kotibi lavozimiga o'tkazishdi. Men bundan juda xursand bo'ldim. 2013-yil noyabr oyida bosh kotib Shibadun qishlog'iga tashrif buyurdi. Boshqa joylarda muvaffaqiyatli amalga oshirilgan tajribani shunchaki ko'chirib olib bo'lmaydi. O'sha tajribadan o'rganish kerak. Tajribani o'rganish degani mavjud usullarni takrorlash emas, balki ularni takomillashtirish, yangilik kiritish va o'zgartirishlar qilish demakdir. Partiya qo'mitasi kotibi Lomin zimmasiga katta mas'uliyat yuklandi. G'arbiy Hunangda 4 fasl yaqqol namoyon bo'ladi. Quyoshli kunlar ko'p, yog'ingarchilik esa mo'l. Bunday iqlim sharoiti kivi yetishtirish uchun nihoyatda qulay edi. Biroq mahalliy aholi kivi yaxshi ekan, ammo tog' cho'qqisida joylashgan Shibadun qishlog'ida uni ekishga yer yo'q deb ta'kidlardi. Shunda biz qattiq o'ylandik, o'xsharmikan deb. Hatto qilishdan qo'rqib, bosqichma-bosqich yuqori tashkilotga hisobot berib bordik. Bosimga qaramay Lomin nafaqat yerlardan foydalanish huquqini berish masalasiga qat'iy qaror qabul qildi, balki odatiy yondashuvdan ham voz kechdi. Aholiga bevosita tarqatilishi rejalashtirilgan mablag'larni ulush badallariga aylantirdi. Natijada Shibadun qishlog'i ixtisoslashgan korxona bilan hamkorlik qilib, yuqori standartlarga javob beradigan kivi yetishtirish parkini barpo etdi. Ishlab chiqarish parki mablag' yetishmovchiligiga duch kelganda, Lomin yuqori tashkilotlardan yordam so'rab kutib o'tirmadi. Mahalliy bank ko'magida yangicha yechim topib, yerga bo'lgan mulkiy huquqni garovga qo'yish orqali 10 million yuan miqdorida kredit oldi. 2017-yilda Shibadunda yetishtirilgan aktinidiyalarda ilk hosil olindi. Uning sifati eksport standartlariga to'liq javob berdi. Unda, bunisida ham 10 ta ekan. O'z ko'zlarim bilan ko'rganim uchun xotirjamman. Juda serhosil bo'ldi. 2017-yil fevral oyida Shibadun qishlog'i kambag'allar ro'yxatidan chiqarildi. 2020-yil fevral oyida esa Huayuan tumani ham rasman kambag'allik maqomidan chiqdi. Besh pog'onali partiya qo'mitalari tizimida tuman partiya qo'mitasi kotibi yuqori va quyi boshqaruv organlarini bog'lab turuvchi eng muhim bo'g'in hisoblanardi. Bosh kotib Si Zinpin bir necha bor ta'kidlaganidek, tuman darajasidagi partiya qo'mitalari davlatni joylarda boshqarish va mamlakatni rivojlantirishning tayanch shtabi, shuningdek qashshoqlikka qarshi hal qiluvchi kurashning tuman darajasidagi bosh qo'mondonlik markazidir. 2015-yil 12-yanvar kuni Lomin butun Xitoy bo'ylab tuman partiya qo'mitalari kotiblari uchun tashkil etilgan birinchi seminar ishtirokchisi sifatida boshqa tinglovchilar bilan birga Xalq majlislari saroyiga tashrif buyurdi va yakuniy ma'ruzani diqqat bilan tingladi. Lavozimingiz unchalik yuqori bo'lmasligi mumkin, ammo uning o'rni alohida ahamiyatga ega. Siz partiyaning aynan shu hududdagi bosh vakilisiz. Mas'uliyati qanchalik katta bo'lgan lavozimda ishlasangiz, duch keladigan bosim ham shunchalik yuqori bo'ladi. Partiya kadrlarini baholaganda, eng avvalo ularning zimmasiga yuklangan mas'uliyatni ko'tara olish qobiliyatiga qaraydi. Sizning uyingiz qayerda? Yuqorida.
Qishloqda nechta xonadon bor? Bu shiddatli kurashda Lomin ham qo'mondon, ham oddiy jangchi edi. U har yili tumandagi 142 ta kambag'al qishloqning barchasini aylanib chiqishi, shuningdek shaxsan o'zi biriktirilgan 5 ta kambag'al oilaga har oy tashrif buyurishi lozim edi. Bu ishni u 7 yildan ortiq vaqt davomida muntazam bajardi. Bosh kotib Si Zinpin qashshoqlikka qarshi kurashda g'alaba qozonish vazifasini qo'yganida, tuman darajasidagi partiya va hukumat organlarining asosiy rahbarlari hech qachon bo'shashmasligi, ishni oxirigacha yetkazishi kerakligini alohida ta'kidladi. O'sha davrda ayrim qashshoq tumanlarda g'alati holat kuzatilardi. Ular kambag'allik maqomidan chiqishni istamasdi. Chunki ayrimlari kambag'allikni bahona qilib, qo'shimcha mablag' va imtiyozlar olishga intilar. Ularni olgach esa ko'pincha samarasiz va dabdabali loyihalarga sarflardi. Si Zinpinning qashshoqlik maqomini bekor qilmaguningizcha boshqa lavozimga o'tkazilmaysiz degan qat'iy talabi aynan shu muammoga zarba berdi. Bu qaror tuman rahbarlarining shaxsiy mas'uliyatini keskin oshirdi va ularni mag'lubiyatga yo'l qo'yib bo'lmaydigan kurashga safarbar etdi. Jangchilar hujumga o'tganidan keyin qaysi qo'mondon hujumning o'rtasida birdan ortga chekinishi mumkin? Tuman partiya qo'mitasi kotibi barchani o'z ortidan ergashtirishi, umumiy kuch-g'ayratni yagona maqsad sari yo'naltirishi va jamoani birlashtirishi kerak. Biz tumandagi Xitoy Kommunistik partiyasining vakillarimiz. Bizning xulq-atvorimiz va faoliyatimiz tumandagi 100 ming nafar aholining hukmron partiyaga bo'lgan munosabati va u haqdagi taassurotiga bevosita ta'sir qiladi. Biz har kuni xalq manfaati yo'lida bor kuchimizni sarflab, fidoyilik bilan, vijdonan va to'liq mas'uliyat bilan mehnat qilamiz. Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi rahbarligida mahalliy partiya va hukumat organlari rahbarlari qat'iyat, uzoqni ko'ra bilish va matonat namoyon etdilar. Ular tumanlarni kambag'allik maqomidan chiqarishga muvaffaq bo'lib, davlat xizmatchisi o'z faoliyati davomida xalq uchun ulkan foyda keltira olishini amalda isbotladilar. Pekindan janubi-g'arb tomonga taxminan 3,5 soat avtomobilda yo'l yursangiz, sobiq Shansi shahar Xibey inqilobiy hududi ma'muriyatining markaziy joylashgan Xibey provinsiyasidagi Fupin tumaniga yetib borasiz. Biroq 2012-yilda bu yerga qashshoqlikka qarshi kurash bo'yicha ishchi guruh rahbari etib yuborilgan Wang Indunni mahalliy vaziyat chuqur lahzaga soldi. Bunday manzarani ilgari faqat kinolarda ko'rgan edim. Ammo bu safar ularning barchasi hayotning achchiq haqiqati ekanini o'z ko'zim bilan ko'rdim. 2012-yilda Fupin tumanining 200 mingdan ortiq aholisining deyarli yarmi hali ham kambag'allik chegarasidan past sharoitda yashardi. Qishloqlarda asosan keksa odamlar qolgan edi. Tuman kadrlarining qariyb 60% 50 yoshdan oshgan edi. Xelingu qishlog'i raisi Chan Shingtsun 65 yoshda nafaqaga chiqdi. Qishloq partiya yacheykasi kotibi esa undan ham yoshi katta, 82 yoshda edi. Zaiflashgan boshlang'ich partiya tashkilotiga kuch-g'ayratga to'la yosh rahbar zarur edi. 2012-yil 30-dekabr kuni Markaziy qo'mita bosh kotibi etib saylanganiga atigi 1,5 oy bo'lgan Si Zinpin eski inqilobiy tayanch hududlar aholisi taqdiri bilan yaqindan qiziqib, Fupin tumaniga tashrif buyurdi. U Gudyatay qishlog'i qo'mitasiga borib, boshlang'ich partiya tashkiloti vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Kambag'allikdan chiqish va xalqning turmushini yaxshilashning kaliti quyi bo'g'indagi partiya tashkilotlarining jangovar salohiyatidir. 发挥我们基层党支部的战斗堡垒作用。 Uy qurmoqchi bo'lsang, avvalo mustahkam poydevor qo'y. 2013-yilda Fupin tumanida quyi bo'g'inda boy ish tajribasiga ega bo'lgan yosh va o'rta yoshli kadrlar guruhi shakllantirildi. Ular posyolka partiya qo'mitalari kotiblari lavozimlarini mustahkamlash uchun tayinlandi. Lungxian posyolkasi partiya qo'mitasi kotibi Lu Dinglang ana shunday kadrlardan biri edi. Men sizni hamma yerdan izlayotgan edim. Bu yerga 3 marta keldim.
Sizni faqat qaytganimdagina topdim. Lavozimiga kirishganidan so'ng Li Junlang shuni angladiki, qishloq aholisi muammoga duch kelganda va mahalliy qishloq kadrlari bilan bog'lana olmaganda, ular bevosita posyolka partiya qo'mitasi kotibi uning huzuriga kelishardi. Guzyatay qishlog'ida suv to'plash to'g'oni qurildi. Biroq daryoning yuqori oqimida joylashgan Lotovan qishlog'i suv oqimini to'sib qo'ydi. Bundan g'azablangan Guzyatay aholisi tog'dan tushadigan yagona yo'lni to'sib, Lotovan aholisi o'tishiga yo'l qo'ymadi. Bir qishloq suvsiz qoldi, ikkinchisi esa yo'ldan mahrum bo'ldi. Agar bu muammo zudlik bilan hal etilmasa, ishlab chiqarish rivojiga jiddiy putur yetkazishi mumkin edi. Men partiya a'zosi bo'lsam-u, har safar avval xalqning fikrini so'raylik deb aytishning nima keragi bor? Sizga bir qarashdayoq nima qilayotganingizni tushundim. Kimnidir ranjitib qo'yishdan qo'rqyapsiz. Sizlar partiya a'zolarisiz. Agar partiya kadrlari mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdan qo'rqsa va qiyinchiliklar oldida ortga chekinsa, qishloq aholisini qashshoqlikdan chiqarish hamda farovon hayot sari boshlab borish haqida so'z ham bo'lishi mumkin emas. Aytinglarchi, Gudyatay qishlog'iga suv berishiga rozimisizlar? Xalq uchun ishlay olasizlarmi? Men o'z munosabatimni bildiraman. Buni uddalay olasizmi? Ha, uddalay olaman. Shu masala sabab ikki qishloq o'zaro janjallashib qoldi. Shundan beri odamlarning gullar terish va asal yig'ish bilan shug'ullanishiga ham vaqt bo'lmadi. Natijada hosilni yig'a olmadik. Kadrlar topgan turli yarashtirish yo'llari tufayli tomonlar asta-sekin tinchlandi. Bir necha oy davom etgan mojaro to'liq bartaraf etildi. Shundan so'ng qishloq kadrlari va partiya a'zolarining mas'uliyat hissi tobora ortib bordi. Li Junlang quyi bo'g'indagi partiya tashkilotlarini mustahkamlash maqsadida qobiliyatli yoshlarni izlab topib, ularni yana qishloqqa qaytardi. Boshqaruv tajribasiga ega bo'lgan Gujuyli qishloqqa qaytib, Lotun qishlog'i partiya yacheykasi kotibi etib tayinlandi. U qishloqda o'simlikchilikni rivojlantirishga kirishdi. Tuman turizm boshqarmasi xodimi Chen Gogo Gudyatay qishlog'i partiya yacheykasi kotibi lavozimini egallab, turizm iqtisodiyotini rivojlantirishni asosiy maqsad qilib oldi. San'at institutini tamomlagan Chou Hui qishloq raisi etib saylandi va qishloq madaniyatini rivojlantirish bilan shug'ullandi. Biz o'z yurtiga qaytgan oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari, harbiy xizmatni o'tab qaytganlar va ishlab chiqarishda muvaffaqiyat qozongan mutaxassislar orasidan 523 nafar munosib nomzodni tanlab oldik. Qishloqlarimizdagi ikki qo'mita kadrlar zaxirasini to'ldirdik. Ularning 110 nafardan ortig'i allaqachon qishloqlardagi quyi bo'g'in kadrlarga aylandi. Qo'ziqorin issiqxonalarni taqsimlash uchun qur'a tashlaymiz. Shunday qilsak, hamma uchun halol va adolatli bo'ladi. E'tirozlar bormi? Yo'q. Unda boshlaymiz. Partiya kadrlari rahbarligida aholining mehnat qilib farovon hayot qurishiga bo'lgan ishtiyoqi yanada kuchaydi. Tog'li hududlarda hayot kundan kunga yaxshilanib, odamlar tobora farovon va quvonchli yashay boshladilar. 2020-yil fevral oyida Fupin tumani rasman qashshoqlik maqomidan chiqarildi. Biz kambag'al qishloqlardagi zaif partiya tashkilotlarini tartibga solish va ularni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratdik. Natijada 30 mingdan ortiq partiya tashkiloti qayta tashkil etilib, faoliyati yaxshilandi. Shuningdek, qishloq taraqqiyotini ta'minlay olmagan va o'z vazifasini vijdonan bajarmagan 23 ming partiya yacheykasi kotibi lavozimidan ozod etildi. Bu chora-tadbirlar kambag'allikka qarshi kurash vazifalarini belgilangan muddatda muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun mustahkam poydevor yaratdi. Mamlakat bo'ylab kuchli rahbarlarni tanlash va tayinlash natijasida tobora ko'proq mas'uliyatli, tajribali va g'ayratli qishloq partiya yacheykalari kotiblari kambag'allikka qarshi kurashning oldingi safiga chiqdi. Bu ulkan kurashda eng sara kuchlar uzluksiz ravishda eng muhim yo'nalishlarga safarbar etildi. 2013-yil dekabr oyida Markaziy Kengash devonxonasi va Davlat Kengashi devonxonasi butun mamlakat bo'ylab qishloqlarda ishchi guruhlar tizimini joriy etish to'g'risidagi hujjatni e'lon qildi. Hujjatga ko'ra, har bir kambag'al oilaga ko'mak berish uchun alohida mas'ul mansabdor shaxs biriktirilishi belgilandi. 2015-yil aprel oyida Bosh kotib Si Szinpin Markaziy Kengashning islohotlarini har tomonlama chuqurlashtirish bo'yicha rahbar guruhning 11-yig'ilishida zaif va kambag'al qishloqlardagi partiya tashkilotlariga birinchi kotiblarni yuborish zarurligini qat'iy ta'kidladi. Shundan so'ng u bir necha bor bunday mas'uliyatli kurashga eng qobiliyatli insonlarni jalb etish lozimligini qayd etdi. Vazifani uddalay olmaydiganlar o'z vaqtida almashtirilishi, ko'zbo'yamachilik bilan shug'ullanuvchilar esa qat'iy javobgarlikka tortilishi kerakligini alohida ta'kidladi.
Shu tariqa topshiriqni olgan eng malakali, mafkuraviy jihatdan yetuk va fidoyi kadrlar ketma-ket qashshoqlikka qarshi kurashning oldingi safiga yo'l oldilar. Ular mamlakat bo'ylab 128 ming kambag'al qishloqni qamrab oldilar. Qashshoqlikka qarshi kurash yo'nalishi juda to'g'ri, biroq ko'pincha butun mamlakat bo'ylab bir xil choralar qo'llaniladi. Holbuki, har bir qishloqning sharoiti o'ziga xos. Biz qashshoqlikni bartaraf etish yo'lidagi so'nggi hal qiluvchi bosqichga qadam qo'ydik. Odatda eng qiyini ham aynan shu so'nggi bosqich bo'ladi. Bunday paytda kimga tayanamiz? Albatta ularga. Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi va davlat idoralari kambag'al qishloqlarga birinchi kotiblarning ilk guruhini yuborganida taftish boshqarmasi xodimi Jiang Hatyuan ulardan biri edi. Dadam ilgari oq sariq yuzli, kelishgan inson edi. Hozir esa Guizhoudagi tog'li kambag'al qishloqlarda kambag'allarga yordam berayotgani uchun quyoshda qorayib ketgan. U men hali bog'chaga qatnab yurgan paytimda ketgandi. Mana, oradan 3 yil o'tdi, ammo u hali ham uyga qaytgani yo'q. Maktab devorlarining suvoqlari ko'chib ketgan. Stol va stullar eskirib qolgan. Deraza hamda eshiklar yemirilgan edi. Eski o'rindiqlar ustiga taxtalar qo'yilib, bolalar dam oladigan joyga aylantirilgan. Qishda esa bolalar issiq ovqat yeyish imkoniga ega emas edi. Jiang Hatyuan qishloqdagi bolalar bog'chasi va maktabning ahvolini ko'rib yuragi achidi. Jiang Hatyuan ishga astoydil kirishdi. Maktab va yo'llar ta'mirlandi. Yangi uylar qurildi. Ko'cha chiroqlari o'rnatildi. Qovun, qo'ziqorin, shitaki va pitahaya yetishtirish yo'lga qo'yildi. Aslida u nazorat organi xodimi edi. Ammo qishloqni rivojlantirish uchun katta mehnat qilib, qishloq xo'jaligi mutaxassisiga aylanishni o'rgandi. Biroq uzoq davom etgan qurg'oqchilik tufayli qo'ziqorin yetishtirish bazasida suv butunlay tugab qoldi. Hammasi qurib qolgan. Ahvol juda og'ir. Albatta suv topish kerak. Agar suv topa olmasak, hosil olmaymiz. Ehtiyot bo'l, shoshilma. Dastlab dalalardagi agatlar bo'ylab yurganimda bir necha bor yiqilib ketishimga oz qolgandi. Bir safar hatto yiqilib tushdim. Yaxshiyamki, o'sha yerda dehqonlar bor ekan. Ular meni tortib chiqarishdi. Keyinchalik esa asta-sekin ko'nikib ketdim. Hozir Jiang Hatyuan endi tog'lardan qo'rqmaydi. U tog'larda bizdan ham chaqqonroq yuradi. Hatto bizdan tezroq ko'tarilib, tezroq pastga tushadi. Barchaning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan tog' darasidagi qishloqqa suv keltirildi. Suv tomchilari issiqxonadagi qurib qolgan shitaki qo'ziqorinlari mitseliylarini yana jonlantirdi. Ular bilan birga qishloq aholisining qalbida ham umid va ishonch qayta uyg'ondi. Birinchi kotibning xizmat muddati 2 yil etib belgilangan edi. Jiang Hatyuan vakolati muddati tugaganida, u hali to'liq oyoqqa turmagan qishloq xo'jaligini tashlab ketishni istamadi. Mahalliy aholi ham sevimli kotibi bilan xayrlashishni xohlamadi. Qishloq aholisi 2 yil davomida jamoaviy xatlar yozib, ularga qizil siyoh bilan barmoq izlarini bosib, Jiang Hatyuanga bo'lgan to'liq ishonchini bildirdi. Ular uning Jiaishi qishlog'ida yana 2 yil qolishini so'rashdi. 1000 kundan ortiq vaqt ichida Jiaishi qishlog'i butunlay o'zgardi. Ishlab chiqarish rivojlana boshladi. Bolalar bog'chasi va maktab yangilandi. Bolalar uchun yangi oshxona qurildi. Qish mavsumi uchun esa yangi paxtali ko'rpalar olib berildi. Bu orada Jiang Hatyuanning Pekindagi qizi esa maktabga borishni boshladi. Rostini aytsam, qizimni juda sog'inaman. Bu men uchun katta armon. Bu yerga kelganimda u endigina 3 yoshda edi. Endi esa tez orada 2-sinfga boradi. Bolalikning eng quvonchli damlarida uning yonida bo'la olmadim. Dadam 3 yildan beri men bilan bolalarni himoya qilish kunini nishonlamaydi. Ammo u menga juda uzun xat yozdi. Uni o'qiganimda yig'lab yubordim. Xatida shunday deb yozgan edi: Tog'dagi qishloqlardagi bolalar ham sen kabi baxtli hayot kechira oladigan bo'lishgach, men albatta uyga qaytaman.
Xitoy Kommunistik partiyasining 18-syezdidan so'ng butun mamlakat bo'ylab 3 milliondan ortiq birinchi kotiblar va qishloqlardagi ishchi guruhlar a'zolari o'z oilalarini ortda qoldirib, butun qalbi bilan bu qurolsiz kurashga kirishdilar. Kimdir nogironlar uchun tovuqxona qurib, nozik qizdan matonatli kurashchiga aylandi. Kimdir kambag'al qishloqda ishlab chiqarishni izchil rivojlantirish bilan birga internet do'konlar ochdi va elektron tijorat bo'yicha o'quv kurslarini yo'lga qo'ydi. Kunduzi u qishloq partiya kotibi, kechqurun esa ishlab chiqarish rahbari edi. Yana kimdir yolg'iz yashovchi keksalarga ovqat va suv tashidi. Biroq shu sababli kasalxonada yotgan otasi bilan so'nggi bor xayrlashishga ulgura olmadi. Boshqa birov esa tog'larda yashovchi odamlarga an'anaviy turmush tarzidan tashqari ham farovon hayot sari eltuvchi imkoniyatlar borligini ko'rsatish uchun har kuni tik qoyalar va baland tog' yonbag'irlariga chiqdi. Hozir kutib o'tirishga yoki bekor yurishga vaqt yo'q. Biz 2020-yilga qadar kambag'allikni albatta bartaraf etishimiz kerak. Mehnat samarasi tobora ortdi. Intilishlar yanada kuchaydi. Tajriba va mahorat esa tobora boyidi. Amaliy faoliyat jarayonida partiya a'zolarining nufuzi va ish qobiliyati oshdi. Kadrlar bilan xalq o'rtasidagi aloqalar yanada mustahkamlandi. Qashshoqlikka qarshi kurashda chiniqqan ko'plab kadrlar davlat boshqaruvi miqyosida fikrlay oladigan yetuk mutaxassislarga aylandilar. Qiyinchiliklardan qo'rqmay, jasorat bilan oldinga intilish, har qanday sinovlarga qaramay yo'ldan qaytmaslik. Ana shu ruh bilan ular kurashni davom ettirdilar. Xitoy Kommunistik partiyasining qat'iy rahbarligi ostida 5 pog'onadagi partiya qo'mitalari kotiblari kambag'allarga yordam berish ishiga safarbar etildi. Butun partiya birlashib qashshoqlikka qarshi qat'iy kurash olib bordi va unga hal qiluvchi zarba berdi.